Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Reuters agentlik to'rining 13-yillik xabari ko'ra, Demokratlar partiyasidan bo'lgan 7 nafar parlament a'zosi 12-yil Jinke energiya paychaklik shirkati, Shente energiya paychaklik shirkati va Longji yeshil energiya pan-texnik paychaklik shirkati qatorliq Xitoy shirkatining nima uchun mahsulotlarining import qilinish cheklanadiganlar tizimiga kirgizilmaganligi to'g'risida Amerika tamojna amaldorlariga savol qo'ygan. Egilishicha bu uch shirkat birdek holda geopolitik xavf to'g'risida maslahat beradigan Ufuq maslahatchilik shirkatining 2021-yildagi doklatiga kirgizilgan bo'lib, mazkur doklatda ularning ta'minlash zanjirining majburiy emgak chetishlik ekanligi ko'rsatilgan ekan. Janubiy Xitoy sayr pochtasi gazetining 14-yildagi maqolasida ko'rsatilishicha, Amerika Davlat Majlisining a'zolaridan Jim McFerrin va Michael McCall 13-yil Tibetlar haqidagi yangi qonun loyihasini tunishtirgan bo'lib, mazkur loyihaga ko'ra Amerika hukumati rasmiy holda Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash haqqi bor deb e'tirof qildi ekan. Shundaqla mazkur loyihada Tibet azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi edi deydigan tarixiy xatolik inkor qilindi ekan. Mazkur maqolada ko'rsatilishicha, bu qonun loyihasini tunishtirgan parlament a'zolari bu orqali Xitoy doiralarini Tibetliklarning ma'naviy doisi Dalay Lama bilan bo'lgan suhbatni asliga keltirishga qislashni maqsad qilgan ekan. Egilishda Dalay Lama boshchiligidagi Tibet siyosiy faoliyatchilari o'tgan necha 10 yil mobaynida Tibet masalasini Xitoy hukumati bilan suhbatlash orqali hal qilishga tirishib kelgan ekan. Garchi Dalay Lama ko'p qatim o'zining Tibet mustaqilligidan voz kechib, yuksak avtonomiyaga rozi bo'lganligini hamda o'tir yo'l tutadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati buni yetarli emas deb qarashga suhbatlar izchil natijasiz bo'lib kelgan ekan. Viprin to'rining 14-yildagi maqolasida ko'rsatilishicha, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining yaqinda Madridda o'tkazilgan boshliqlar yig'ini va 7 davlat guruhi boshliqlar yig'inida a'zo davlatlar Xitoyning Tinch okeandagi qariniyatiga va majburlar siyosatiga taqobil turadiganligini bildirgan. 29-iyundan 30-iyungacha Ispaniyaning Madrid shahrida o'tkazilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'inida ma'qullangan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining strategik yetakchi prinsipida Xitoy tunji qatim tilga olingan. Lekin Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh sekretari Jens Stoltenberg Xitoyning mazkur ittifoqqa og'ir tahdid paydo qilganligini bildirish bilan bir vaqtda Xitoy dushmanimiz emas degan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'inidan boshqa 7 davlat guruhining boshliqlari 26 va 28-iyun Germaniyada yig'ilib, geopolitik va iqtisodiy masalalarni muzokara qilgan. Hamda o'zlarining rasmiy bayonotida Xitoyni 14 qatim tilga olib, Xitoyning sharqiy va janubiy Xitoy dengizlaridagi qonunsiz faoliyatlarini ayblagan. Mutaxassislar Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining bu tutumi ularning yaqin kelgusida Xitoyga taqobil turishga texmi ko'p zehnni ajratadiganligining beshoratidir deyishmoqda. Hindistonda chiqadigan siyosat kundalik gazet to'rining 15-yildagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistonning Qarmay shaharlik soqchi idorasi 29-iyundan boshlab Junko Tianji shirkati sinoq tariqasida ishlab chiqargan 20 dona odamsiz charlash mashinasini ishga kirishtirgan. Xitoy Kompartiyasi Qarmay shaharlik sho'basining sekretari Zhao Winchuan bu vaqtda Qarmay shahrining Sharq Turkistondagi boshlamchi raqamli shahar bo'lganligi uchun mazkur charlag'uvchi mashinalarning sinoq nuqtasi qilib tanlanganligini bildirgan. Qarmay shaharlik soqchi idorasining boshlig'i Zhao Goshin bu mashinalarning ishga solinishidagi muddaosi to'g'risida bu mashinalar Qarmay shahridagi asosliq savdo markazlari, sayyohat nuqtalari va ba'zi mahallalarni sinoq tariqasida 24 soat charlaydi. Ular shahardagi kameralar to'liq qoplayolmagan joylarni kuzatish masalasini hal qilib qolmay, soqchilar odamsiz ushqu va videolik nazorat sistemasi bilan birga butun shaharning bulung pushqoqlarini ta'qib qilish, butun ahvolni bilib turish va signal berish vazifasini ijro qildi degan. Junko Tianji shirkatining texnik direktori Zhang Feng bu vaqtda bu aqliy iqtidorli charlash mashinalarining tunji qatim Sharq Turkistonda ishlatilishidir. Qarmaydagi sinoq turidan keyin bu mashinalar butun Sharq Turkistonda umumlashtirildi. Mukammal soqchi davlati nomli kitobning avtori Jeffrey Kin bu mashinalarning keng ko'lamda ishlatilishining ta'siri haqidagi andisini bildirib bunday degan. Buning aslida qattiq kontrollik ostidagi Uyg'urlarga olib keladigan vahimasini qiyos qilib boqadigan bo'lsak, bu aqliy iqtidorli charlag'uvchi mashinalar Uyg'urlarning qalbiga vahim selishi. Ya'ni ular o'zlarini Xitoyning yuqori texnikalik taqiblaridan har qanday qilib qutulolmaydigandek his qilishi mumkin. Dow Discourse to'rining 16-yildagi xabariga ko'ra, Tayland soqchilar doiralari 14-yil 10 yilga yaqin vaqtdan beri Tayland turmalarida tutib turilayotgan Uyg'urlardan 3 aylanning Prachuap Xerixan o'lkasidagi tutib turish o'rnidan qochib ketganligini e'lon qilgan. Tayland ko'chmanlar idorasining tekshiruvchisi Rattaponing bildirishicha, qochib ketganlardan biraylarning ismi Ali, 25 yosh. Boshqa ikkilarning ismi Abdullah bo'lib, biri 29 yosh, yana biri 30 yosh ekan. Mazkur 3 nafar Uyg'ur tutqun 2013-2014 yillar orasida Xitoydan qochib chiqib, Malayziya orqali Turkiya qatorliq bexatar davlatlarga ketish orzusi bilan Tayland chegarasidan o'tganda qo'lga olingan.
Taylanddagi kishilik huquq faoliyatchilarining mo'ljallashicha, navbatda Taylanddagi har qaysi turma va tutib turish o'rinlarida 52 dan 56 nafargacha Uyg'ur tutib turilmoqda ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.